Dunyoda ota-ona uchun o'g'il farzandning qad rostlab mard yigit bo'lib ulg'ayishi, bu ularning eng katta orzusi o'shalishi, xonadonning ustuni mustahkam bo'lishidir. Qay birlari bu dilnomani yo'llagan bo'lishlari mumkin. Onamda bo'lsa kim bo'ladi? Albatta, bugun sizni jondan ortiq yaxshi ko'ruvchi, sizdek o'g'li borligidan hamisha faxrlanuvchi mehribon volidangiz. Assalomu alaykum, mening mard va jasur o'g'lim, ko'nglimning quvonchi. Seni bugungi tavallud ayyoming bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bugun kunning katta olgan sovg'am shu bo'ldi. Rahmat Inshaalloh. Tilaklaringiz, duolaringiz ijobat bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Siz bilan mehrli tabriklar loyihasi boshlovchisi Zohida bo'ldi. Yaqinlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Rahmat katta, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.